hozir ham stanogimizni manipulyatorga ortamiz, chunki bu stankaga fura kira olmaydi. Naryoqda furamiz kutib turibdi mana. Stanokni sразу furaga ortib yuboramiz. Bugun birinchi kun, 3-yanvar. Bu yog'i boshlaymiz. Xudo xolisa bitta challenge yanvar oxirigacha bitirish niyatimiz bor. Toshkentdagi havoni o'zingizlar ko'rdinglar, juda issiq edi. Bu yoqda Qoraqalpog'istonda juda izg'irin sovuq bo'lyapti. Mana shapkalarni ham kiyib olganman. Agar sizlarga mana shunaqa sovuq havoda, issiq havoda, suv yo'q joyda, elektr yo'q joyda, beton yo'q joyda bironta bino qurish kerak bo'lsa, zarur bo'layotgan bo'lsa, ko'pincha cho'lli joylarda quriladigan narsa, mana shu Veskavkazning angarlarimiz zo'r yechim bo'la oladi. Hozir bolalar tayyor bo'lsa, buni ko'taramiz. Mana bolalar tayyor ekan, o'sha ko'taramiz, sizlarga ko'rsatib beramiz, qanaqa ko'tarilib, qanaqa qo'yilishini. Bunda zamkoviy soedinение bo'ladi. Bitta ham samarangiz urilmaydi. O'sha bitta ham samarangiz urilmasligini hisobiga bundan suv o'tib ketish ehtimoli juda ham kam, 1% bo'lishi mumkin. Faqat yonlaridan samarangiz uriladi, u ham bo'lsa betonning ichida qolib ketadi. O'shaning hisobiga bundan suv o'tib ketish ehtimoli juda ham kam. Undan tashqari narxlari juda arzon bo'ladi. Hozir dugalarni ko'tarib o'tganimizda ko'rsatib o'taman. Choklanish jarayonini ko'rsatib beraman hozir. Ketdik. Polni rezultat ko'rish uchun videoni oxirigacha o'tkazib yubormay, oxirida polni rezultat ko'rsatib beraman. Xudo xolasa 1 oylik ishimiz mana shu videoda tamom bo'ladi. Mashinkani yaxshilab baquvvat qisib olamiz. Mana shunaqa qisadigan joylari bor. Mana shu qisib zo'r qilib mashinkani joylashtirib oldik. Mana bunaqa ochiq bo'ladi. Keyin mana bu ochuv mana bu yerga kirib, mana bu rolik uni siqadi. Mana bu ikkita rolik, mana bu ikkita rolik bor. Mana tepadan ko'rsaman, ikkita rolik bor. Mana bu ikkita rolik o'sha tegidan siqib chiqargan bo'ladi. Mana bunaqa bo'lib cho'tki siqilgan bo'ladi mana. Bu yoqdan hech qanaqa samarangiz urilmagandan keyin, bu yoqdan hech qanaqa samarangiz urilmagandan keyin bu konstruksiya umuman suv o'tkazmaydigan konstruksiya bo'ladi. O'zga turadi, siqib ketaveradi. Mana e'tibor beringlar. Yo'q, ochiq. Tegida o'sha yopiq. Ketdi. Hozir mashinkani bu tarafdan jo'natdik. Borib yoqdan tushadi. Yoqdan tushgandan keyin yana bir marta aylantirib o'tamiz. Yoqdan bir marta tushgandan keyin uni yaxshilab yana bir marta qisib bu tarafiga jo'natib yuboramiz uni. O'zingizlar guvoh bo'lganinglardek, hozir mana 6 tasini joylashtirdik, 3 tadan kaseta qilib joylashtiramiz. 6 tasi joylashtirib, bo'ldi. Yaxshilab mahkam bo'ldi. Endi bu mahkamni o'sha bemalol qoldirsa bo'ladi. Mana bu yerdagi shamol sizlarga yetib bormayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu yerda shamol juda ham kuchli bo'lyapti. Bu yerdagi shamollarga bemalol turaveradi bu narsa ham. Bunaqa stanogimiz bor, avtomatichеская строительная mashina deb nomlanadi. Mana bunaqa listlar bilan zapravka qilinadi. Atsinkovka list 08, именно shu yerda 08 ishlatiladi. Bu yoqda endi 10 metr bo'lgani uchun 08 ishlatiladi. Xo'sh, 15-18 metrda 09, 20 metrda 1 mm listlar ishlatiladi. Mana shu stanokimizdan list borib, polni o'tib, уже mana bu yerdan tayyor zagotovka bo'lib chiqadi. Mana e'tibor berishingiz mumkin. Tayyor zagotovka bo'lib chiqadi. Bu yoqda tekis chiqqandan keyin bu tarafiga tiqiladi, уже bu tarafida duga bo'lib chiqadi. Stanogimiz avtomatichески ishlaydi. Puskni bosib yuborsam o'zi уже mana ketdi. Qo'yilgan metrga o'zi olib borib, to'xtab kesadi. Bu yog'imiz hozir tekis chiqyapti mana. E'tibor berishingiz mumkin. Profiliga bemalol buni profnasiya sifatida ham ishlatsa bo'ladi. Katta binolarda orasini 2 metr, 2 metr обрешетка qilib ishlatsa bo'ladi bemalol. Mana 08 profnasiya bo'ladi. Обрешетkadan yutiladi. Katta binolarda tekisligicha ishlatilsa. Yerga kelgandan keyin pustni bosib yuboraman. Arra ishla boshlaydi. Arra o'zi ketadi. Bu tarafga ketib boramiz. Gibkani bosib yuboramiz. Ketdi, o'zi avtomatichески bu yog'ida duga bo'lib chiqaveradi. Hammasi nastroyka qilingan bo'ladi. Qurilayotgan binoyimizga, mana qurilayotgan binoyimiz shunga nastroyka qilingan bo'ladi, eniga moslashgan bo'ladi, balandligiga moslashgan bo'ladi. Bu yoqdan chiqayotgan dugamiz bizni hozir 3 ta kaseta qilib, bu 3 ta kasetani buni ustidan uramiz.
aka. Ha, bizga asosiy taraf qo'yinglar. Sen de çıkar kadar. Uylardi. Xo'sh, bugun 17-yanvar, xudo xolasa grafik bo'yicha ketyapmiz. 400 kvadrat angarni, mana shu ko'rib turgan angarlarni 400 kvadrat. Bunisi demak 10 ga 20, mana bunisi ham 10 ga 20, ikkalasi 200 kvadratdan 400 kvadratda. Bugun 17-yanvar kuni polni bitirganmiz, kecha bitirganmiz. Bugun ko'rsatyapman. Demak, bu degani grafik bo'yicha yaxshi ketyapmiz degani. E'tibor berishinglar mumkin. 400 kvadrat angarni 10 kunda qurdik. Bu degani 1000 kvadratda bemalol bir oyda qurib olamiz. Qurib bo'lish imkoniyatiga egamiz degani. Bundan tashqari videoni o'tkazib olmay turing. Bu video oxirida yana ikkita angar qurganimizni ko'rsatib o'taman. O'sha 700 kvadrat bo'ladi. Mana shu angarlarimizga yana ikkita angar qo'shiladi. Mana okalar, e'tibor berishinglar mumkin. Angarimiz ikkalasi ham tayyor bo'lgan. Bittasini olib ko'rsatyapman. 10 ga 10 metrga 5 metr balandlik, 20 metr uzunlik bo'lgan. Bemalol fura ham kira oladi. Darvozasini ham katta qilib berdik. Bemalol KAMAZ, traktor, любой texnika kira oladi. Любой narsaga sklad bo'la oladi. Xo'sh, utepleniyasiga keladigan bo'lsak, bu endi холодный angar hisoblanadi. Ko'pincha ishlab chiqarishga emas, skladga mo'ljallangan. O'sha любой narsa saqlasa bo'ladi. Misol uchun, kartoshka, piyozlar ham saqlasa bo'ladi bemalol. Mol boqishga deb so'rashyapti odamlar. Mol boqishga endi sharoit qilish kerak. Ichidan pena sepsa mana shu yerda videosini qo'yaman, pena sepilgan videosini qo'yaman. Pena sepib chiqsa, bu ham uteplenniy angar bo'ladi. Xo'sh, bundan tashqari bu oddiy angarlardan ko'ra samo soboy arzonroq turadi, chunki metal yomkiz kamroq bo'ladi. Metal kamroq ketadi. O'sha hisobiga bu arzonroq bo'ladi. Bilasizlar, любой metal bino tonnajga hisoblanadi. O'sha metalni tonnasiga hisoblanadi. O'sha tonnada bu yerda kamroq chiqqani uchun arzonroq chiqadi. Endi tasavvur qiling, misol uchun bu bino etiklik 5 metr balandlik, 10 metr eniga tekis devorli bo'lganda, kamida
bunaqasiga 5 metr ko'tarildi, 10 metr yurdi, yana 5 metr tushdi. Demak 20 metr bo'lyapti. Bu yerda yarim aylana bo'lgani hisobiga 16 metr metal ketadi. O'sha nazardan bu arzonroq chiqadi. Shu yana undan tashqari naryoqimizda ikkita angar quramiz. Yana batafsil videoning davomida yana aytib boraman. Xo'sh, bu angarimizda yana bitta eng katta afzallik tarafi bu mana bu dugalarning zamkoviy soedineniyasi. Bu dugalarimiz har biri bir-biriga mashinka bilan zamkoviy soedineniya bo'lgan mana shu yerda. Shuni hisobiga bironta samarasi ishlatilmaydi mana. E'tibor berishingiz mumkin. Bironta samarasi ishlatilmaydi. Samarasi ishlatilmagandan keyin teshik bo'lmaydi. Teshik bo'lmagandan keyin suv o'tkazish ehtimoli 99%. Umuman hech qanaqa suv o'tkazish ehtimoli bu yerda yo'q hamda. Hech qanaqa ehtimol yo'q. Hamma narsani texnologiyasi bo'yicha qilinsa, hech qanaqa suv o'tib ketmaydi. Faqatgina mana shu pastda samarasi uriladi, чтобы qotirib chiqish uchun. Buni hamki qarang, mana bu yerda atlivi bor. Mana shu atliv qilmasdan mana shu yergacha shuni betonlab olsa ham, вообще мощный qotadi. Beton bilan tunkan orasidan suv o'tmasligi uchun mana shu yerga shunday qilib atliv qilib mastikka surib olsa, o'sha qora saqich bilasizlar, qora saqichdan mana shunaqa sepib olsa yoki surib olsa, вообще мощный qotadi. O'sha eng katta afzalligi bironta samarasi urilmasdan bu tunuka bino 50 yil turadi. Men o'zim lichna Buxoroning cho'lida borib ko'rganman. O'sha 80-yilda qurilgan binoni, xuddi shunaqa texnologiya bo'yicha 80-yilda qurilgan binoni borib ko'rganman. O'sha bino to'g'ri ideal holatda turgani yo'q. Bitta ikkita mana shu past tarafida, tepasida emas. Tepasidan chakka umuman o'tmaydi. Mana shu past tarafida bitta ikkita shu yillar o'tib, mana shu yerda qor bo'lgan, yomg'ir bo'lgan, endi bunda so'kil yo'q mana misol uchun. Sal balandroqsa so'kil bo'ladi, undan ham zo'r bo'ladi. So'kil bo'lmagan hisobiga tushayotgan yomg'irlar chaqchirab urgan, mana shu yerda ozgina zanglab teshilib qolgan joylari bor. Qarang, 80-yil bino. O'sha neft-gaz konlarining oldidagi binolar. 50 yil garantiya beriladi mana shu narsaga. Mana bu zonada 3 yil oldin qurilgan angarlar turibdi. Bu yerda 6 ta angar qurganmiz. Eng kattasi mana shu 12 metrlik bo'lgan, bular 10 metrliklar. 3 yil oldin 22-yili qurilgan. O'sha klientimizga ma'qul bo'lgani uchun yana chaqirib shunaqa angar qurib turyaptilar. Mana bu yoqqa yana ikkita 10 metrga 15 metr angar tushadi. Mana bunisi texnika uchun, darvozasi balandroq bo'lgan traktorlar kiradi. Narigisi moyka uchun, bular skelet uchun hammasi. Klientimizga ma'qul bo'lgani uchun yana 4 ta angar qurib turyaptilar. Xuddi shunaqa qilib fundament bilan mana shunaqa bordurli stashka qilib bersanglar, ustidan qurib tashlaymiz. Zakladnoylarimizni qo'yib chiqamiz. Xuddi shunaqa stashka, mana bordurli stashka qilib bersanglar, buni tagiga endi samosa bilan ozgina bo'lsa ham padushka qilinadi. Keyin stashka bunaqa atmoskasi bilan quyiladi. Xuddi shunaqa qilib bersanglar, ustidan tayyor bino qurib beramiz. Bugun 18-yanvar. Xo'sh, stanogimizda lokatsiyasi o'zgardi. Hozir endi bu yerda ikkita angar quramiz. Tegidagi ukoloklarni joylashtirish ishi boshladik. Mana bu yerga 10-15 shunaqa angarlardan tushadi. Xudo xolasa grafikdan tezroq ketamiz. Yetgancha ob-havo -13. Sovuq bo'ladi-ku, nima qilsa bo'ladi? Utiblik qilinadimi, yo'qmi deb savol beradiganlarga mana bemalol sklat qilsanglar bo'ladi. Mana bir narsalar saqlanyapti. Mana bitta texnika, mana yana bitta texnika. Balandligini ko'ryapsizlar? Mana yana bitta texnika. Любой narsa saqlasa bo'ladi mana. Shu ham 10 metrga 15 metr 150 kvadratli angar.
Undan keyin faqat oldi orqasidan emas, mana bunaqa yonidan eshik qilsa ham bo'ladi bemalol. Kerak bo'lsa, mana shunaqa oldi orqasi ochuv naves tipida ham qurib berishimiz mumkin. Undan tashqari buni polniy naves qilsa ham bo'ladi. Misol uchun yarim aylana qilsa ham bo'ladi, stoyankalarga qilsa ham bo'ladi. Oldi ochuv shunaqa joylarda kerak bo'lib qoladiki, misol uchun ipodromlarda yoki molxonalarda somon saqlanadigan, yem saqlanadigan joylar bo'ladi. U yerda mana shu shamol aylanib turishi kerak bo'ladi, чтобы chirib ketmasligi uchun. Misol uchun mana shu taxminan 2 metr, 3 metr balandlikda shlaka blok devor quriladi. Oldi orqasidan, tepasidan shamol o'tib turadi. Bemalol o'sha yemlar, o'sha hashaylar chirib ketmaydi. Mana shunaqa naves tipidagi angarlarni ham qurib berishimiz mumkin, oldi orqasini yopmasdan. Albatta bu undan ham arzonroqqa tushadi. O'zi binoni o'zi arzonroq. Yana undan tashqari oldi orqasini qo'shtirmaydigan bo'lsanglar, misol uchun shlaka blokdan o'zimiz qurib olamiz desanglar, undan ham arzonroq tushadi. Hatto shamollarda qanaqa chidaydi, yaxshi chidaydimi deb so'rayotganlarga, mana hozir 20-25 km/soatiga tezlikda shamol bo'lib turibdi. Pagodan ko'rsatishi bo'yicha 40 km-gacha shamol tariflari bor. Savolingizga javob bemalol oldi orqasi yopilmagan holatida ham shamolga bemalol turib beryapti. Oldi orqasi yopilmagan holatida. Agar ularga o'xshab oldi orqasi yopilgan holatda bo'lsa, уже полный прочность egallab bo'lgan bo'ladi. Shamolda bemalol turib beradi. O'z ovozimdan ham shamol kelib turgan bo'lsa kerak menimcha. Yuk ko'tarishini ko'rmoqchi bo'lganlarga bitta odam yuribdi, tak. Bitta odamdan ham ko'p bemalol yuradi. Bu endi bitta odamga hech nima qilmaydi. Bemalol yuklarni ko'taradi bu. Umuman xavotir olmasanglar bo'ladi. Hozir oldini yopish, oldi orqasini yopishga harakat qilyapti. Mana bittasini bu yoqda buni yopib bo'lganmiz. Bu yoqda hozir mana oldi bilan orqa taraf одновременно yopilyapti. Videoning oxirida rezultatini ko'rsataman. Mana hurmatli buyurmachilar, angarlarimiz tayyor bo'ldi. Demak, 10 metrga 15 metr, 5 metr balandlik, 150 kvadratlikdan ikkita yangi qurildi. Bular eski oldingi qurilgan, 3 yil, 4 yil oldin qurilgan. Naryoqda mana e'tibor bergan bo'lsanglar, mana shu yerda ikkita qurganmiz. Mana shu yerda 10 ga 20 qurilgan, bu yangi qurilganlardan. Mana angarlarimizga baho berishingiz mumkin. 3,5 ga 4 darvozaning joyi qoldirilgan, ichi juda keng bo'lgan. Mana shunaqa bez karkasli angar. Bironta ferma ishlatmasdan qilingan. Hammasini videoda ko'rdinglar. Tunikani o'zidan chiqadigan narsa, bemalol. Mana bu angarda texnika turar ekan, tipa remontniy sexga o'xshagan. Shu angarning ichiga bir dona 5 kilovatlik pushka pechka qo'yib qo'yilgan. Bemalol mashina issiq qilib turibdi. Issiq bo'ladimi, sovuq bo'ladimi deb so'raydiganlarga. Xo'sh, yozda qizdirib yuboradi deydiganlarga, mana bundan dumaloq, shunda bitta ventilyatorcha qo'yib qo'yiladi. Bu tarafdan bitta dumaloq ventilyatorcha qo'yib qo'yiladi, bo'ldi, tamom. Shu bilan o'sha ventilyatorcha agar yopiq holatda bo'lsa, darvozani ochib qo'ysanglar, bemalol shoboda kirib isib ketmaydi, balandligini hisobiga isib ketmaydi. Mana tunika agar mashitda bo'lganda edi, 3 metr balandlikda bo'lganda edi, to'g'ri tunikani issig'i urgan bo'lar. Lekin bu yerda 5 metr bo'lgani uchun u tunikani issig'i bu yoqqa yetib kelmaydi. Bundan tashqari mana bu taxminan 2,5 metr balandlikda ikkita etaj qursangiz ham bo'ladi bemalol. Oldi orqalarini ham yopdik. Bo'ldi mana bu ikkinchisi. Mana bu stanovka o'zingizlar ko'rdinglar, bu stanovka chiqadi. Ikkinchisi ham tayyor bo'ldi. Shu joyini yana yopib qo'ysa bo'ldi bolalar. Mana angarlarimizga o'zingizlar baho beringlar. Yoqqan bo'lsa, nravitsa, like bosib ketsanglar. Nomer qoldiraman, o'sha nomerga aloqaga chiqsanglar, kelib xizmatinglarni qilib beramiz. Shunaqa angarlar qurish kerak bo'lsa, undan tashqari boshqa metal konstruksiyali angarlar, skletlar qurish kerak bo'lsa, qurib beramiz. Nomerlar qoldiraman, aloqaga chiqasizlar. Mabodo hozir mas keyinchalik qildiradigan, keyinchalik zakaz beradigan yoki keyinchalik tanishlaringizga bu narsani maslahat beradigan bo'lsanglar, rahmat kattakon oldindan podpiska tashab qo'ysanglar, bizani yo'qotib qo'ymaysizlar. Har doim shu podpiskalarda bo'ladi. Palonchi angarchi bor edi, o'shani nomeri qayerda edi, videosini qayerda ko'ruvdim deb yurmaysiz. Shunda podpiskalaringiz orasida bemalol topib olasiz. Har zamon videolar qo'yib turamiz, shuning uchun yo'qotib qo'ymaysiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Toshkentda ko'rishguncha. Aytgancha, bugun 23-yanvar, bu degani Toshkentdan chiqishimiz bilan 20 kunda qildik degani, lekin Toshkentdan chiqqanimizdan keyin bu yerda 6-chislo kuni boshlaganmiz ishimizni. Shu 6-chislodan hisoblaydigan bo'lsak, 17 kunda mana shu 4 ta 700 kvadrat angarni qurdik. Bu degani bir oyda bemalol 1000 kvadrat angar qura olamiz degani. Undan tashqari, agar undan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, bir oyda taxminan shu 1,5-2,000 atrofida qurishimiz ham mumkin. Shunaqa angarlarni zakaz qilishingiz mumkin. Pastda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.